Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bugun biz Nurafshon skladimizga kelganmiz. Tosh maydalagich va unga bo'lgan barcha ehtiyot qismlarini bizning bazamizdan topishingiz mumkin. Bizda gidrokonusniy drobilkaga, shikovoy drobilkaga, grofot va lentочный konverterga barcha ehtiyot qismlarimiz mavjud. Bugun sizlarni hamma ehtiyot qismlarini qisqacha obzor qilib o'taman. Nimadir savolinglar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar, nomerlarni qoldiraman. Kommentga yozib o'tinglar. Yana qanaqa obzorlar qiling, nimasligi ma'qul bo'lyapti, qanaqa fikringlar, izohinglarni bemalol qoldiringlar kommentariyada. Mana Nurafshon skladimiz. Midex drobilka и запчасти. Mana bu yerda bronlarimiz, ana klientlar ham kelishgan. Bronlarimiz bu yerda bor. Silindr, гидроагрегатор, головка вала. Moylarni qo'yib qo'yganmiz. Shokovoy drobilkalarimiz, plita shokovoy drobilkalar bor. Setkalarimiz barcha razmerlar bor. Millimetrdan 40 millimetrgacha mana bemalol ko'rsanglar bo'ladi razmerlarni. Запчастьlar, disk vala, bronzовый паук, bronzовый vtulkalar bor, radiator bor, mana rasporka, podushkalar, mana bu yerdan filtrlar, уплотнительное кольцо. Nima zapchast kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Nomerni qoldirib qo'yaman. Qolgan ma'lumotlarni bemalol o'rasizlar. Kutib qolamiz sizlarni. Bu bizani 13 tadan bitta skladimiz. Barcha viloyatlarda o'zimizning skladlarimiz bor. Yana bitta yangilikni aytib o'tishim kerak. Bizda Tojikistonda ham sklad ochildi. Agarda yana qanaqadir talab va istaklar bo'lsa, biz kengaymoqchimiz. Boshqa davlatlarda ham xudo xolisa skladlarimizni ochamiz. Aloqaga chiqinglar, batafsil ma'lumotlar olinglar. Ko'rishguncha.